Allah söygen hayat felsefesiga ega, Allah'ni söydiğen bir kişilik yaratgan, Allah üçün soğuduğun yüreklerde mi kıymetli galibi olması gerek. Galibi sözü tilge elinğanda köpince vaxtlarda dağınlık uruşlar, o uruşlardaki kahramanlar ve onların iş izleri esimiz gelişi mümkün. Mekke'nin fetih kılınışı, İstanbul'un fetih kılınışı, Türkistan'ın fetih kılınışı bir galibi olsa, fetih kılgıçılarının iş izleri göz aldığımızda bir kahramanlık obrazını aks ettirdi. Ondaqda galibi fakat muşulu mu? Başka türlü galibi yok mu? Köpince vaxtlarda birinchiler g'oliblar bulup takdirlenip, ikkinchilar ko'zdan saqit qilinadi yoki e'tiborsiz qoladi. Men bu qarashga asla qo'shilmayman. Chunki har bir kishi garchi tajribali qo'mondan, iqtidorli sulton, birinchilikka erishgan chempion bo'lmasimi, bir fatih, bir g'olib. Hech bo'lmaganda Yahya ibn Muaz rahimahullohning o'zini tunigan, Rabbini tunuydi degan ta'limotiga uyg'un holda o'zini va o'zgini tunigan bir yaxshi odam bo'lib chiqishi mumkin. Qandoq demsiz? Chunki hayotdan iborat to'limi ig'ir va har bir kishiga birla qadam fursat beradigan jang maydonida idisi ozod, ma'naviyati kuchlik, hayotga ishonch bilan qaraya oladigan, tushkunlik va ruhiy qulluqdan, ma'naviy kishilardan yiroq kishilik yarata olgan kishilar mana bugunning haqiqiy g'oliblari va haqiqiy qahramonlari hisoblandi. Nima uchun demsiz? Chunki ma'naviy g'alaba har vaqt moddiy g'albaning jon tomiri va birinchi sharti. Ma'naviy jihatdan mag'lub bo'lganlar bir mezgil har qancha cho'ng moddiy kuchga ega bo'lsa-mu, haqiqiy g'oliblardan bo'la olmaydi. Chunki ulardagi ruhiy mag'lubiyat allaqachon jismoniy mag'lubiyatning ishkini echib bo'lgan bo'lib, tunji qatimliq zarba, tunji qatimliq hujumdala bel qo'yib o'tish yoki xatolashish ehtimoli to'liq yuqori. Shu sababdan islom tarixida ma'naviyat qurilishi, iymon da'vati islom da'vatining dastlabki uli bo'lgan. Makka davridagi ozg'ina sahobalar Büyük İslam imperiyasining 1000 yillab yashnashi va dunyoning har qaysi joylariga tarqalishiga asos solgan. Shunga ma'naviy qo'rg'on kuchliklarni zulmdan, haddidan oshirib etishdan saqlagan bo'lsa, ojizlarni g'alaba va kuch-quvvatga boshlaydigan, tushkunlik va umidsizliklardan qo'g'dab qoladigan qalqon rolini o'ynaydi deb kesib ayta olamiz. Undaqda yoshlikning haqiqiy g'alabasi nima? Yoshlar yoshlik mezgiliga qadam qo'ygan ashu damlarda tunji sınaqlar başlanadigan bo'lib, noma'lum bir dushman yoshlarga yo'llarda, do'xmushlarda qiltaq qurishga boshlaydi. Tapqan har bir fursatda yoshligimizni xuddi burkut to'shqan ovlagandek ovlashga urinadi. U ovchi kitobni qo'limizga olib, amdi zehnimizni yig'ishga boshlaganimizda kelgan bir telefon yoki kutubxona yo'lida uchrab qolgan bir o'yinchi adash yoki uningdan boshqa bizni hayot nishonimiz va g'oyimizdan yiroqlashtiradigan har bir kichik harakat va to'salg'ular bo'lishi mumkin. Mana bu biz hazar aylashga tegishlik birinchi dushman va biz g'alaba qilishimiz kerak bo'lgan tunji jang maydoni. Undaqda yoshlar qanday qilish kerak? Birinchi, agar bir yosh vaqtini, zehnini nishoni va g'oyasi uchun ishlatayotgan bo'lsa, mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar, nima deyishidan qat'iy nazar yo'lni davom qilishni bilish kerak. Shundaq bo'lgandala utuqqa va g'albaga yaqinlashgan bo'ladi. Shunga payg'ambar alayhissalom eng yaxshi ish oz bo'lsa-mu davomlashgan ishdir deyish orqali izchillik va bel qo'yib o'tmaslikka da'vat qilgan. Oson sovib qoladigan, bir ishga bosh cho'kirib kelolmaydigan, hatto qancha yillab ajr singdirgan kasbini yoki xizmatini bir hayajon bilan o'zgartirib o'taydigan yoshlar taxmi yaxshi o'ylanib baqish kerak. Chunki besilib bo'lgan musofani qaytadan besish o'zida hosil bo'lgan yaxshi haqqini bera oladigan iqtidorni joriy qildirmasdan qo'ldan kelmaydigan ishlarning keyindan yugurish isrofchilikdan boshqa narsa bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi, o'zini o'zi yetildirishni bilish kerak. O'zini tonimagan, qadrini qilmagan va loyiq yetildirishga ko'ngil bo'lmagan yosh uzoq qolmay sapdan tushib qolishi mumkin. Chunki zamonning taraqqiyotiga ergishib, tirishchan, ilg'or yoshlar davomli yetiladi. Bu raqobat maydonida faqat kuchliklarla omon qoladi. Bugun uchun emas, atiki raqobat uchun o'zini tayyorlash Qur'on Karimda ishorat qilingan atining tayyorliklaridan biri bo'lsa kerak. Alloh taolo Qur'on Karimda har bir nafsi atis uchun nima tayyorlik qilganiga qarab baqsin, Allohdan qo'rqinglar deyish orqali go'zal kelgusi barpo qilishga ishorat qilgan. Mana bu dunyolik kelgusidan boshlab oxiratdagi hisobgacha hammani o'z ichiga oladi. Shundaqla yaqin atisini go'zal yashay olganlar yiroq atida cho'qim baxtlilardan bo'la oladi. Uchinchi, vaqti va zehnini o'zi kontrol qila oladigan bo'lish kerak. Har vaqt o'yin tomoshaga, o'ltirishlarga, sayohatga vaqti bor yosh bugun qilgan sayohatlari, o'yin tomoshalari,
qimmatbaho telefon, qo'l soatlari bilan yoshlarning oldida utuq qozongandek ko'rinsimi, necha yil qolmayla bosh cho'kirib o'zini yetildirgan, tirishib igilik tiklagan yoshlarning qo'lida ishlaydigan odamga aylanib qolish mumkin. Men bu yerda boshqalarning qo'lida ishlash yaxshi emas demoqchi emas. Demoqchi bo'lganim, baldur utuq yo'liga kirgan bir yoshning davomli taraqqiy qilmasdan birdilla o'ziga loyiq o'rindan tushib ketganligini mag'lubiyat deb qaramoqchi xolos. 4. O'z hayot xaritasini o'zi siza olish kerak. Hayot bizning qo'limizda. Bu Allohning bizga bergan katta ne'mati. Ilohiy zotning ixtiyorlik berishi bilan insonlar dunyoda xohlagancha yashaydi. Sizning kasb tanlash, jo'r tanlash, xizmat tanlash qatorliq hayotning o'xshamagan sohalarida tanlash ixtiyoringiz, erkinligingiz bor. Shundaq turibmi, o'ziga o'zi hokim bo'lmaydigan, o'z hayot xaritasini sizmaydigan, doim hayotini boshqalarning o'rinlashtirishi va g'oyasi bo'yicha o'rinlashtiradigan, har vaqt suning iqishi bo'yicha ish tutib, su boshqara olmaydigan yoshlar yana mag'lubiyatning girvikida tamtirab qolganlardan hisoblandi. Oxirida yoshlarga deydiganim, hayotda utuq qozonishni xohlasangiz, oldi bilan ma'naviyat urushida, ideya urushida g'alaba qilishingiz kerak. Umidsizlik, g'oyasizlik, çaresizlik, plansızlık qatarlıq bir qatar buluşsuz sübetler bizni bugünmü ve atımı g'alaba qilishdan mahrum qilib qo'ydi. Mana bulardan alohida yiroq turish kerak. Umidlik bo'ling, umidlik yashang. İnşallah g'alaba cho'qim sizning bo'ladi.